chiqamiz. Qo'yarlar. Yilning aprel oyida Instagram ilovasidan video ko'rib turgandim. O'zim bilmagan holda taqiqlangan videoga like bosibman. Ichki ishlar xodimlari tomonidan menga bu video haqida ma'lumot berib tushuntirilib, menga sud tomonidan 5 sutga qamoq jazosi berildi. Men qilgan ishimdan pushaymonman. Bu yerda 4 devor ichida javobgarlikni o'tash qiyin. Bu yerda ham o'ziga yarasha qiyinchilik bor ekan, oiladan uzoqda. Boshqalarga ham tavsiyam bilib bilmay har xil videolarga like, komment yozmasligingizni aytib qolaman.